Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum bizni kanalimizni kuzatib borayotgan aziz vatandoshlar, qadrli, qimmatli bizni obunachilarimiz. Qandaysizlar? Zo'rmisizlar? Kayfiyatlar joyidami? Shu videoga bitta like bosing, kommentariy yozing. Inshaalloh bizni kanalda ne только семейный para, yo bo'lmasa faqat erkak, hammaga inshaalloh hamma xil ishlarda inshaalloh harakat qilib chiqaramiz. Cho'ta ko'ryapman akalar, podeshkalar sust. Prosmotr yaxshi oladi, lekin layklar sust akalar. Keyin ko'p vatandoshlarimiz bizni kanalga obuna bo'lmagan, bizni 3 oylik oldin kuzatib borgan, qo'ygan ishimizni hozir telefon qilyaptiki, shu 3 oy, uje 6 oy o'tib ketgan oradan. Hozir telefon qilib, hozir yozyapti SMS. Shuning uchun har bittalaringizdan iltimos qilamiz, biz pul so'ramaymiz. Laykingiz pul olmaydi, kommentariyingizga pul olmaydi akajon. Sizdan bitta podeshka. Mana shunda o'tirib turib bitta like, omad so'zi yo bo'lmasa so'kasizmi nima deb yozsangiz, bitta yozasiz. Beish yurganlarga sizni laykingiz, bizni laykimiz, hammamizning laykimiz tez yetib borishga yordam qiladi. Mana shuncha sizlardan yordam so'rab qolaman. Boshqa biron narsa. Hammalaringizga xayrli kun deb qolamiz. Bugun ish chiqaryapmiz Moskvadan Tverskoy oblast. Bu ish erli xotinga семейный para uchun bo'ladi. 35 yoshdan to 55 yoshgacha. 55 yoshgacha, lekin akalar ruschani ayol ham bilishi shart, erkak ham bilishi shart. Va buni ustiga prava bo'lishi shart. Prava stajingiz minimum 10 yil bo'lishi kerak. Ish nihoyatda yengil. O'sha ish unaqa stroyka yo'q. Shu uyda uborkasi, garajning uborkasi, xazayka bir o'zi yashaydi. Ayol kishi esa o'sha xazayka qachon o'sha uyni tozala desa, u yerda yashaydi xazayka. O'sha payti kiradi, tozalaydi, постельный belyosini almashtiradi. Mana shuncha ishi bor. Oyligi 180 ming rubldan oxirgi standartniy oyligi 220 ming. Hozir birinchi oy borasiz, sizga 180 ming beriladi, ikkinchi oydan 220 ming sizda standartniy oyligingiz bor. Registratsiya hammangiz o'sha uyga bo'ladi. O'zbekistondan kelaman degan, lekin bu srochna akalar, aytib qo'yay. Bu mumkin men mana shu videoni yopib tashlasim, mumkin ertaga. Chunki srochna, men shu bugun uspet qilsangiz, shu bugun sraza nomerini tashlayman, aloqaga chiqasiz, video tashlaysiz, o'zingiz haqingizda gapirib, sraza uchib kelasiz O'zbekistondan, Qirg'izistondan, farqi yo'q. Va Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz ham agar семейный para ish izlab yurganlar, srochna pasta nomerda o'zimni WhatsApp, o'zimni Maxga bemalol telefon qilasiz yo yozasiz, men sizga nomerni tashlayman. Mana shu Maxga akalar men gruppa qo'yganman, shu gruppaga iltimos. Gruppaga ham obuna bo'linglar. Mana shunaqa ishni men gapirib yotmay, sraza gruppaga tashlayman. Kimga interesni bo'lsa, o'sha gruppadan bemalol joylashib ketadi. Jonlaringiz sog' bo'lsin, videoni cho'zmaymiz. Hammasini aytdim. Kuchugi ham bor, aytib o'tay. Kuchuklari ham bor, lekin aytib qo'yay. Hammasi qanday bor, shuni aytish kerak. To'g'rimi? Yashirib nima qilaman men? Shuning uchun akalar, xazayka tilla odam, gapirishni ham o'zingiz bilasiz. Telefon qiling, srochna borib ishlashingiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin, podeshkani kutib qolamiz. Rahmat aytaman.